Assalomu alaykum qaynavuzda obunachilari, do'stlar. Sizlar kech qolyapsizlar, oma aytib, hozirgi kunda arzon bo'lgan paytda men sizlarga ilinib, akalar, opolinglar hozir o'tgan yil 1 million 350 ming sotilgan narsani 1 million 150 ming qilib beramiz desam ham olmayapsizmi? Ertaga qishga uka 1 million 150 mingdan diyodin endi demanglar. Chunki do'stlar, hozirgi kunda mana katyollarimiz, pachkalarimiz, gibridlarimiz hammasi xudo xolasa mana yana do'stlar bu yerda xo'p 3 dona full, 2 dona do'stlar Pollux i katyollarni ko'rsatganmiz do'stlar. Mini katyol chiqarildi ekonom pechkaniki deb. Xudo xolasa undan hozir bundan nechta yuklanyapti gibridlikdan, nimadan pech 5 ta. 5 ta do'stlar katyol ketyapti xudo xolasa. Xudo xolasa do'stlar sizlarga o'tin pechkalarimiz ham turibdi. Xolasangiz agar 3 xonaga qo'yib yuboraman deydigan bo'lsangiz, haligi mini katyolimiz bo'ladi do'stlar. Mana ichlarigacha bitta ko'rsatib qo'yaylik. Islari qalin qilib qilingan, xudo xolasa ichlarida u pastlarda turbalarigacha bor. Suvni do'stlar bir pastda qaynatib beradi. Undan tashqari bu tomonda xudo xolasa hozir laboda do'stlar yuklanyapti, akalarimiz yuklashyapti. Bu tomonda mana do'stlar kraskalar jarayoni bo'ladi. Har bitta katyol, har bitta pechka do'stlar 1000 kraska chidaydigan maxsus kraskada sachiladi. Ko'rib turganlaringdek hamma soldatchiga o'xshab turibdi. Original logotipiga e'tibor berib qo'yasizlar. Sexda biz do'stlar, zavodda biz yana. Xo'p, narxni yana bitta tushuntirib o'tib ketaman. Qaranglar do'stlar, agar mana bu tapchani yo'q variantda olaman deydigan bo'lsangiz, masha turishi do'stlar 1 million 50 ming so'm. O'zbekistonda 12 ta viloyatiga dastavkasini qilib berilyapti. Faqat dastavkasi pulli bo'ladi do'stlar. Xo'p, razmerlarini tushuntiraman do'stlar, materiallarini. Tevadagi do'stlar, mana listimiz 208 rossiyskiy list bo'ladi. O't yonadigan joyi 208 dan 2 qavat, ichida yana bir qavat qilingan do'stlar, 5 va 6 bo'lgan. Pasti 2 kuldon. Bu yerda umuman o't nima bo'lmaydi do'stlar, hammasi yangi qora list. Agar mana bu tapchani qo'shilib oladigan bo'lsa, suv isitgani yo bo'lmasa abdasta kech payt ovqatni issiqini yeysa qo'yib qo'yiladi deydigan bo'lsalaring, xuddi mashq ko'rinishda orqasi tapchanli bo'ladigan bo'lsa 1 million 100 ming so'm. 1 million 100 ming so'm. Agar mana shu tapchani ham qo'yilsin, menga tevasi ham bunaqa agrajneniya bo'lsin deydigan bo'lsalaring, bunisini ham naryoqda turibdi, ko'rsataman. Mana do'stlar, qaranglar, bu 1 million 150 ming so'mlik varianti bo'ladi. Mana do'stlar 1 million 350 ming so'm sotilganda 1 million 150 ming. Ko'rib bitta baho berasizlar. Dizayniga ham, fasaddan turishi ham juda chiroyli. Rasxotda do'stlar ko'mirga hisoblaganda, chunki bizda O'zbekda baribir do'stlar ko'mir yoqamiz, chunki o'tin uzoqqa turish bermaydi. 7 kilo ko'mir 12 soat, 13 soat, 14 soatgacha isitayotganlar aytishdi. Haliginda kechaga kuni kelib olib ketishibdi ekan. Men o'tgan yili olganman, 14 soat deyapti, turib berdi menda. Maza qilib yoqdim. Endi jiyanimga bergan, yonimda qo'shnim, xullas akamning o'g'li, unga men o'zim bitta shuni olib beraman, bola chaqasi bilan o'tgan yili qiynaldi deb, yana bitta olib ketishdi do'stlar. Xudo xolasa sizlarni kutyapti. Faqat aloqaga chiqsalaring bo'ldi do'stlar, inshaalloh. Hozirgi kunda nimaga buni arzon, o'tgan yili qimmat deb juda ko'p odam savol berishi ham mumkin do'stlar. List oshsa, iloji yo'q, pechkani narxi oshadi. To'g'ri tushuninglar. List arzon bo'lsa, biz ham sizga arzon qilib beramiz. Mana bu yil 1 million 150 ming so'mdan ham divaynli, ham kraskali, ham do'stlar tapchan, tevasi ham agrejdanli 1 million 300 ming so'mlik narsani 1 million 150 ming, 150 ming so'm arzoniga beryapmiz. Listimiz do'stlar, xudo xolasa katta ob'yomda tushirib olganmiz. Endi list oshadigan bo'lsa, qish kunida jicha-picha oshib qolsa, noto'g'ri tushunmaysalar. Kompleksida nima bo'ladi? Kompleksida bu zaslonkasi bo'ladi. Zaslonkasi, undan tashqari do'stlar kuldoni, обязательно o'zini kuldoni bilan bo'ladi. Hoppa. Do'stlar, ichida kuldon bo'ladi. Undan tashqari do'stlar o'zini cho'tkasi bor. Xo'p, cho'tkalarimiz qani? Mana bu tomonda turibdi ekan. Cho'tkalarimiz bu do'stlar tozalagani o'zini maxsus cho'tkasi bo'ladi. Mana. Do'stlar, kuldonni tiqib qo'ydim. Kuldon ichida bo'ladi. Bu yerda zaslonkasi bo'ladi. Ko'rsatganda do'stlar, bu cho'pi, ana tevasini tozalagani cho'p bo'ladi. Buni ham komplektda shuni ichiga qo'shib beramiz. Xo'p, video pastda nomerlarimiz turibdi. Aloqaga chiqaverasizlar inshaalloh do'stlar. O'zbekiston bo'ylab 190 ming so'mga viloyatingiz markazigacha, eshigimi tagigacha olib kelib bersin deydigan bo'lsa, 30 ming so'm qo'shib bersangiz, 220 ming so'mga do'stlar eshigingiz tagigacha yetkazib berishyapti. Xudo xolasa to'liq ma'lumot berdim degan umiddaman. Qishki kunida sovqatmasdan bola chaqam bilan maza qilib yashayman. Ekonom bo'ladi, tutamaydi, sasimaydi. Buni yaxshi yana bitta fishkasi, tutamaydi, sasimaydi. Uyingizni remontini qoraytirib yubormaydi. To'liq ma'lumot berdim degan umiddaman. Bizdan uzoqlashmanglar do'stlar. Qaynog'izga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.